Qarang, siz nima desangiz, mijoz shunga qarab yuradi. Sizga bog'liq qanaqa uni to'g'ri yo'lga boshlash. Bizlarda shunaqa kes bo'ldi, bitta anaqada biznesimizda mijozda keladi, pul to'lov qilish kerak-da. Ko'ramiz, kelayotganlar hammasi to'lov qilmayapti. Keyin oddiy narsa test ko'rdim. Telefon qildim-da o'zim mijozlarga. Qarang, bugun kelishingiz kerak ekan, ha. Yoningizga pul oling, nobodda mahsulotimiz yoqsa pul to'lab ketasiz. 7 ta insonga odamga aytganman shuni, 7 ta pul to'lab ketgan. Tushunasizlar? Ya'ni kichik trigger bo'lmasa. Shuning uchun sotuv bitta katta qanaqadir jarayon emas, bitta harakat bilan zo'r qo'yadiganda, kichik qadamlarni qilishingiz kerak. Yoki boshqa anaqa o'quv markazida bo'ldi. Biza kelaman degan insonlarni 100% ni olib keldik. Tushunasizlar? O'zi 60% kelardi. Nima qildik? Uni ham o'zimiz qilib ko'rdik. Birinchi shu rahbar bilan, sotib bo'lib rahbari bilan telefon qildik-da, "Assalomu alaykum, palon o'quv markazi. Bizga yozilgan ekansiz, ha. Ertaga soat 2 da. Qarang, bizda 25 talik joy, sizga 23 ga bosib qo'ydik. Aniq kelasizmi? Bo'l, aniq kelaman. Bo'l, ertaga kutaman. Ertasiga qo'yamiz, уже tanlash yo'q. Qarang, siz 23 yozganman, bugun kelishingiz kerak. Sababi 10 hech kim yozmadik. Misol uchun 20 ta kelaman degan bo'lsa, o'shanda 20 tasi keldi. Tushundinglarmi? Buni keyin boshqa joydan qo'yamiz, xuddi shu natija.